Toshkent davlat texnika universiteti bir guruh professor o'qituvchilari, olimlari, mutaxassislar BYD Factory Uzbekistan kompaniyasiga tashrif buyurdik. Mana shu tashrif davomida demak korxonaning to'liq faoliyati bilan o'rganildi va kelajakda aynan mana shu sohadagi elektromobillarga xizmat ko'rsatish, ularni ishlab chiqarishdagi bugungi kundagi dolzarb masalalar bo'yicha kadrlar tayyorlash va qolaversa ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish biz uchun juda ham quvonarli. BYD kompaniyasi o'zini mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarida 1+1 va shunga mana shu yerdagi hozirgi yig'uv jarayonlarida, ishlab chiqarish jarayonlarida kerakli bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha qo'shma bayonot tuzish haqida kelishib olindi.